Assalomu alaykum azizlar. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida Aqchako'l ilhomlari respublika tanlovining taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Tanlovning taqdirlash marosimida Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatining 11 nafar ijodkorlariga O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga a'zolik guvohnomalari topshirildi. Assalomu alaykum Davlatjon aka, muborak bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. G'olib bo'ldingiz. Shuncha ishtirokchi ichida alohida bir e'tirof bilan chaqirildingiz. Sahnaga chiqqaningizda nimalarni his qildingiz? To'g'risi, undan kutmagandim bu e'tirofni, e'tiborni. Juda ham xursand bo'ldim. Biz ozgina mehnatimizni, ijodimizni hurmat qilib, shunda e'tirofga loyiq ko'rishganiga, aynan Yoshlar uyushmasi raisi Shohjahon Said qo'ldan olish bu e'tirofni juda ham xursand qildi meni. Ishonaman, bu mukofotga men qator qatnashgan hamma ishtirokchilar o'zi munosib edi. Lekin shu menga nasib qilgan ekan bu mukofot. O'zim qator ularni ham shu tanlovda ishtirok etganim bilan, shunday nufuzli tanlovda munosib o'rinlarga egallagan bilan ularni ham tabriklayman. Juda xursandman. Prezidentimizning bir yaxshi gapi bor, yoshlar bizning oltin fondimizdir degan gapi. Bugun shu Aqchako'l ilhomlarida ishtirok etgan ijodkorlar hammasini to'laqonli aytishimiz mumkin. Mana shu millatimizni, yurtimizning oltin fondlari deb umid qilamizki, mana shu tengdoshlarim, yosh ijodkorlar kelajakda bir katta nufuzli bir ijodkorlar bo'lishi, xalqaro bir ijodkorlar darajasiga yetadigan, O'zbekiston xalq yozuvchilari, shoirlar chiqadigan ijodkorlar bo'ladigan umiddamiz. Respublikamizdan barcha hududlaridan 44 nafar ishtirokchi ishtirok etishdi ushbu tanlovda va mana shunday nominatsiya eng yaxshi she'riy asar nominatsiyasida g'olib bo'ldingiz. Ilohim, qalamingiz bundan ham o'tkir bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. O'pib tursa sochlaringni nur, baxt meligin kapalakdan sur, ne bo'lsa ham tur, o'rningdan tur, kel bugunni bayram qilaylik. Assalomu alaykum Nargiz opa. Mana tanlovni o'tkazishda juda ham faolsiz. Siz asosiy tashkilotchilardansiz. Charchashlar bo'lmayaptimi? Qanday ketyapti jarayonlar? Yo'q, albatta charchash yo'q. Bugun mana tanlovimizning yakuniy qismi 3 kundan beri shu yerdamiz. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasini o'sha rahbariyatidan tortib o'zi hamkor tashkilotlarimiz, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashidan tortib o'sha Yoshlar agentligi, Madaniyat vazirligi, Badiiy akademiya
va mana shu hamkordoshlar bilan juda chiroyli tadbir o'tkazildi va menga juda ham yoqqan tarafi Qoraqalpog'iston Respublikasiga aynan Aqchako'l hududiga birinchi marta kelayotgan yoshlarimiz ular. Juda ham go'zal ko'l ekan. Juda chiroyli manzara va bu moviy to'lqinlari oldida ilhomlanib bugun yosh rassomlarimiz 2 kundan beri chiroyli rasmlar chizishdi. Yosh shoirlarimiz she'rlar yozishdi, vatan haqida, Aqchako'l haqida. Nosirlarimiz chiroyli xotiralar, hikoyalar yozishdi. Va men o'ylaymanki, qadimdan boshlangan o'sha ustozlarimiz Abdulla Oripovlar boshlab bergan bu go'zal tanlov mana bu yil yoshlarimiz bir toliya bo'lib boshlandi va bu tanlov kelajakda yanada chiroyli ijodkorlarni, vatansevar, yurtga faxri bo'ladigan millat yoshlarini tarbiyalab beradi. Mana tanlovni yakunlab turibmizda, taqdirlash marosimi bo'lyapti. Kutilgandek natijalar bo'ldimi? Rejadek ketdimi ishlar? Albatta biz yosh shoirlarimizga, yosh nosirlarimizga Aqchako'l ilhomlari nomli mavzu berdik. Ular o'sha o'zida bir tig'iz vaqtda she'rlar, hikoyalar va rasmlar chizib berishdi. Kutilmagan, ya'ni ular kutgan mavzular emas. Mana shu bugun tanlovimizdan kelib chiqdik va biz kutgan natijalar juda yaxshi she'rlar yozildi yoshlardan. Nasriy hikoyalar yozildi va go'zal suratlar chizildi. Men o'ylaymanki, bu tanlovlar yosh ijodkorlarni kashf etishga juda katta bir imkoniyat. Albatta, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Shunday emasmi? Albatta. Sog' bo'ling. Aqchako'l ilhomlari respublika tanlovida Navoiy viloyatidan Nasr yo'nalishida ishtirok etyapman. Ochiq aytsam 2 kun davomida o'tgan tanlov taassurotlari juda ham zo'r. Ayniqsa ana shu O'zbekistonimizda har bitta viloyatdan qatnashgan jami 45 nafar ishtirokchi nasr, nazm va rassomchilik yo'nalishlarida ishtirok etdi. Shu bilan birga ular o'zlarini mahoratlarini, bilimlarini, iqtidorlarini sinovdan o'tkazishdi. Taqdirlash marosimida esa aynan mana shu nasr yo'nalishida nominatsiyada g'olib bo'ldim va diplom bilan taqdirlandim. Albatta bu katta kuch beradi. Buni zamirida ustozlardan olgan bir bilimlar, mehnat yotibdi. Shu bilan birga bu taqdirlanish yoki bu mukofot katta bir odamga mas'uliyat bag'ishlaydi, mas'uliyat yuklaydi zimmasiga. Bundan keyingi tanlovlarda, bundan keyingi ishtiroklarda ham bir muhim bir ko'prik vazifasini o'taydi. Barcha ishtirokchilarga omad tilayman. Rahmat. Aqchako'l ilhomlari mana 2 kun davomida yuqori kayfiyatda bo'lib o'tmoqda. Bunday tadbirlar albatta o'ylaymizki, nafaqat yoshlarimiz, balki butun O'zbekiston ahlini, butun O'zbekiston yosh ijodkorlarini yangi O'zbekiston rivoji uchun, kelajagi uchun, yanada yangi marralarni zabt etish uchun katta bir imkoniyat beshigi deb o'ylab qolaman.